Mahmud akaning mollari. Sementallar. Biz baraka qilganimizni ko'rsatamiz. Mana bu ikkita orqasidagi semental baraka bo'ldi. 23.500.000. Mana shu ko'rib turganlar. Endi buni eplab mashinaga chiqarib olsa kerak. Hozir mast yuraman. Mana. Mana shuni olib chiqishimiz kerak. Bu chiqish bu yoqdanmi aka buniki? Bizda chiqish yo'q. Aslida shunday ajratganimizda Şey bilan bo'lsang bo'laveradi. sherigi Aka bu seni qo'shib olasiz aka? Eshik ochiqmi? Ha. O'sha burchida turasiz aka, mol sizni ko'rmasin qaytib boradi. Aytdi, ha? Ha, o'sha. mollar. Aka, qalla, keyin burchida to'sib qo'ying. Aka baqa chiqamda. Yo'q, qo'y. Aytdirekda-endi. Ha, direksiz. Bitta qisamiz. Sakrab chiqaverarmikin bunga? Devora qilib turamiz, chiqib oladi. Bunga bunda temir bo'lganda, ammo yog'och sinib ketadi-da. Yo. Chiqib ketaveradi. Ha. Mana bismillah. Hadi. Yuring. Takrorma.